Hudhud setkada ekozaborlarning narxi arzonlashdi. Video davomida narxlari bilan tanishtirib o'taman. Dastlab ekozaborlar o'zi qanday yasaladi, shu haqda to'xtalib o'tamiz. Ekozaborlar hamma bilgan o'sha rabitsa setkalar va sun'iy chimlardan birikkan holatda tayyor bo'ladi. Ya'ni sink qoplamali simlardan to'qilgan rabitsani ikki qator simni o'rtasiga, ya'ni mana shu sun'iy chimlar birikkan holatda tayyor bo'ladi va bular quyoshga, qorga, suvga chidamli mahsulot hisoblanadi. Ekozaborlar o'rnatilgandan so'ng orqa tomonini 95% ga to'siq holatda bo'ladi, ya'ni ko'rinmaydigan holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni sharpalar bilinadi, lekin asosiysi to'siq holatda bo'ladi. O'lchamlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, balandligi 1 metrlik, 1,5 metrlik hamda 2 metrlik holatda bo'ladi. Rulonda bo'lsa 10 metr bo'ladi. Ekozaborlarni $10 dan sotib turgan edik. Hozirgi kunda siz $7,5 arzonlashtirilgan narxda xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, o'rnatib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Marhamat qilib Hudhud setkaga murojaat qiling, xizmatlarni tugal qilib berishga harakat qilamiz.